Abu Usayd Malik ibn Rabi'a as-Sa'idi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida turgan edik. To'satdan Bani Salama qabilasidan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, meni ota-onam o'tib ketganidan keyin ham ularga qiladigan birorta bir yaxshilik qolganmi?" deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ha, ularning haqqiga duo qilmoqliging, ularning gunohlari uchun istig'for aytmoqliging va ularni ahd va bitimlari bo'lsa, uni amalga oshirmoqliging, ular vafot etgandan keyin va ular orqali bog'lanadigan qarindosh urug'lar bilan qarindoshlik rishtasini bog'lamoqliging va ularni do'stlarini ikrom izzat qilmoqliging" dedilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir kishi dunyodan o'tib ketgan ota-onam uchun ham birorta bir yaxshilik qila olamanmi, birorta bir yaxshilik qolganmi deb so'raganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu mazkur narsalarni zikr qilib o'tdilar. Demak, har bir ota-onasi dunyodan o'tgan kishi agar mana shu hadisda zikr qilingan amallarga rioya qiladigan bo'lsa, ota-onasiga yaxshilik qilgan bo'ladi. Demak, ulardan birinchisi ota-onani haqqiga duo qilish kerak, istig'for aytish kerak va ularni bitimlari, ahdlari bo'lsa yoki vasiyatlari bo'lsa, shuni ijro etib oxiriga yetkazib qo'yish kerak. Ota bilan bog'liq bo'lgan qarindoshlarni uzib qo'ymasdan ular bilan rishtalarni bog'lab turish kerak va otaning va onaning do'stlarini ehtirom qilish kerak. Ota tomondagi, ona tomondagi qarindoshlar bilan ham silai rahim qilish bu o'rinda nazarda tutiladi. Ushbu hadisdan olinadigan foydalar: inson ota-onasi tirik bo'lsa g'animat bilsin, tirikligida yaxshilikni qilsin. Ammo vafot etib ketganlardan keyin ham ularga duo qilish, istig'for aytish bilan ularga yaxshilik qilib tursin. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey Robbim, ular bizlarni go'daklik chog'imizda tarbiya qilgani kabi ularga ham rahim qilgin" deb ayting deb Alloh taolo Qur'onda buyurgan. Va yana Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Robbighfirli va livalidayya", ey Robbim meni va ota-onamni gunohlarini mag'firat qilgin degan duoni bizga ta'lim bergan, o'rgatgan. Hadisdan olinadigan ikkinchi foyda shuki, inson ota-onasi vafot etib ketgandan keyin ota-onasini vasiyatlari bo'lsa, shuni amalga oshirib qo'yishlari kerak. Boshqa bitimlari bo'lsa, va'dalari bo'lsa ham amalga oshirib qo'yish kerak. Silai rahimni bog'lab turish kerak ota-ona qarindoshlari bilan. Ota-onaning do'stlarini ikrom, izzat qilish kerak. Hadisdan olinadigan uchinchi foyda shuki, farzandlar agar ota-onaning haqlariga duo qiladigan bo'lsa, inshaalloh taolo ular vafot etgandan keyin ham o'sha duodan, farzandning duosidan ota-onaga ajr yetib borib turadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom avvaladin salihin yad'u lahu deganlar. Ya'ni inson vafot etgandan keyin hamma narsadan uziladi, 3 ta narsadan uzilmaydi. Birinchisi sadaqa joriya, xo'p, ikkinchisi manfaatli ilm, uchinchisi haqqiga duo qilib turadigan solih farzanddan uzilmaydi deganlar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam. Shuning uchun ota-onasi tiriklar ota-onasini tirikligini g'animat bilsin. Ota-onasi vafot etganlar esa duo qilish bilan, istig'for aytishlik va hadisda kelgan ushbu amallar bilan ota-onasini vafotidan keyin ham ularga yaxshilik qilib turishsin.